tutqanoq xurujlarida birinchi yordamda qoshiqni olib, yaqinda bir tanishim avtobusda ketayotgan paytda bir bolaning tutqanoq xurujlari tutib qolgan. O'sha yerda ko'p odam bo'lishiga qaramasdan hech kim birinchi yordam ko'rsata olmagan. Bugun sizlar bilan tutqanoq xurujlarda birinchi yordam ko'rsatishni o'rganamiz. Tutqanoq xurujlarida birinchi yordamda qoshiqni olib, yo'q, aslida bizga hech qanday qoshiq kerak emas. Birinchi o'rinda bemorga boshining tagiga yumshoq narsalar, yostiq, agar yostiq bo'lmasa, biror bir qo'lda nima bo'lsa, sumkami yoki bir kiyimni taxlabni qo'yish mumkin. Bemorda tutqanoq xuruji paytida ko'p so'lak ajralganligi tufayli bemorni yon tarafga yotkizdiramiz. So'lagiga tiqilib qolmasligi uchun. Xuruj paytida ko'pchilik bemorni tili orqaga ketib qoladi deb o'ylaydi, lekin bu noto'g'ri va buni orqasidan bemorga og'ziga qoshiq tiqish yoki qo'l bilan tilini ushlash yoki boshqa yot narsalarni og'ziga tiqish qat'iyan man etiladi. Bundan tashqari, bemorni qo'lini majburan ushlab turish, yuziga urish va suv sepish qat'iyan man etiladi. Bemorni xuruj o'tib ketguncha shu holatda ushlab turiladi va albatta tez tibbiy yordamga telefon qilinadi.